bir xosiyat belgisi. Siz meni udulkagani moqqini so'qidan odam deb o'ylab qolganman. Voy, yaqin, men hargiz unday demoqchi emasman. Men sizga deb qo'yay. Xo'sh. Sizning o oshxonangizda setilayotgan taomlar emgak naqsh yangrab turgan etizdan sizning 80 yerga daskatga taqsingiz chagicha nurg'un emgak mehnatning childiqalqini unutib qolmang afandim. Shundami yozuvchi afandim? To'g'ri. Bir tal dandimi, dehqonning talay ajri bor. Shuni deyman. Shunda, men hozir restoranimda isrofchilik qilishni ta'kidlayapman. Yaxshi. Buni intayin yaxshi qilibsiz. Biz yozuvchi shoirlarmi, mushaqli ko'plab asarlarni ijod qilib, shunda isrofxo'rlik, hashamatchilikni qamchilashimiz kerak. Shunda. Qamchilaydigan yana bir ish bor yozuvchi afandim. Nima bu efendimning restoranisi bu tatlı qoldi restoran deb ism bulardan deb aytsa balkim bu yoqning restoranidagi taom qo'rmalar intayin mizilik yeyish bo'lishi kerak shundaqmi? Nihoyat to'g'ri dedingiz. Mening restoranimdagi taomlarning ta'mi alohida yaxshi bo'lg'achqa qaydalarning tilini uchida qoladi. Shunga tatlı qol deb qo'yganda. Bu yerga tatlı qol bu emas efendim. Bu efendim oshxonasida ishlaydigan xizmatchilarga to'yg'idek tamoq bermaydi. O xizmatchilar tamoqni elib, xaridorning oldiga akagicha bamoqni tiqib chilab, akabga qaytachida bamoqni sho'rab mangadi. Shunga bir tatlı qol restoran bo'lib qolgan yaqa. Qarang afandi. Siz o'sha boshqalarning so'ziga ta'sir qiladigan o'sha ig'vo gaplarni tarqatishni bir nomus qilmaysiz. Baka nomus qilish men uchun nomus efendim. Men sizga biyay. Bu yo'qolan ishni talishib nima qilasizlar? Shundaydi. Shu emasmi? Endi hamisha norozi bo'lsak bo'lmaydi-da, ha? Maqraq afandim, siz mening restoranimga borgan vaqtingizda sizning ko'nglingizga yarim bo'lgan tirnoqni to'xtagandek bir ish bo'lsa, menga demamsiz, mana men tuzdim emasmi? Anlasma deb baqay. Xo'sh, sizning iliqqa go'zallik standartiga qamchingizda nerdin bir go'zallik bo'lsin? Ha? Uning faqat lazuli tarhamatdan nima bor deysiz? Onunga famidor, fiyaz to'g'rab ilashtirib Xuddi 18 yoshli qizning belidagi agib chingsavli gul chiqargandan keyin ananiki bu haqiqiy ismi jismiga loyiq go'zallik standartiga hamsay bo'lmanda afandim. Xo'sh. To'g'ri. Afandim qaraganda sizning bu oshpazlikda xabaringiz bor ekanda? Oshpazlik emas, amini bilaman afandim. Men shunga ko'p qodir, ko'p mayirman afandim. Ko'slar. Men sizga deb qo'yay. Buningki siz gezdiringiz nerga ishning tilidek uzun biyman bijilimi basmay, mening yirik, yetuk, mushtiq natiq falsafiy asarlarini bisib, o'tirib qancha e'lon qilsangiz bu o'qirmanlar bu gizni ko'zga surib yig'lab turib o'qiydi deydi. Hozir nima u? Buvim bilan momamning umidini aqlayman, kunda ichib talqanni ikkinchiga taqlayman deb, endi sunnat to'yining o'tirig'ida e'lon qilganman men. Nayt fasad so'zlayapsiz. So'zlar. Deyman-ku men. Qarang afandim, siz tanqidchimi? Kim shunday deydi? Ya demina. Ya kim shunday deydi deyman. Demina afandim. Men degan yetuk faylasuf pishqan yozuvchi buyuk olimman. Faylasuf? Qarang faylasuf, anaqa bo'lsa, ash yozganlaringizni bir ikkinchil o'qib bermamsiz. Bizim bir anglab boqaylik. Qanday dedim yozuvchi apanda? Bo'lsa, quruq gap qilganda shundan bir ikki mana. Men yozuvchi afandim, endi mening maqsadimni tushundingiz. Mening demoqchim shu. Unda o'qib boqaymi? O'qing. Aql o'qing, bir anglaylik. Bu haqiqiy asarda. Buningda 500 yil visolga yetamgan Aşık maçıklarının muhabbeti zorla. Oku. Okuyayım mı? Oku. Ben Navay'ı düşünemem. Oku. Bak başında. Sen çakmak, ben yağmur. Sen suikaş, ben çamur. Sen mire, men kurut. Sen sakal, men burut. Sen çöp, men koza. Sen top, men poza. Sen is, men mora. Sen kisel, men dora. Sen tuz, men kapak. Sen koğun, men şapak. Sen ek, men sanza. Sen muhurka, men ganza. Sen yuvaş, men poçi. Sen toşkan, men oçi.
Sen derek, men bek. Sen kavab, men zeh. Sen mantah, men kaşkan. Sen sıkılgan çağda, men baskın. Voy! Felaket! Felaket! Satak yoksa. Felaket! Felaket! Diye yapacağım bu yerden. Mışna bir işim. Voy, sizga nima bo'ldi de. Ben nemi deb siz bilan burroq paralashmagan dema. O talant degan boshqa narsa-da mana. Ben sizga abiyatlayat o'shqich xafa bo'libdiman. Mendan xafaman. Meni kechiring paylasin. Ay bichara. Seni xalq kechirsin. Oy efendim. O sizin de bankini aldırıp ki şurada gözünüzü pakıtıp durursunuz. Ma büyük eserlerimge bir nima dağın benim vaktim altında bir kıymet aldırayın hemen. Oltundek vaqtingizni hargiz isrof qilmang. To'g'ri. Yozuvchilikqa faqat havasli bo'lsa bo'lmaydi. Shunda. Tirishing, uguning, ha? Nima? Siz meni havaskor demoqchimi? Siz mening büyük eserlerimge hasad qilyapsizmi nima? Maqaram paylasip efendi. Ben sizin bu büyük, felsefi, jirik, nadir eserinizni restoranımın çok temağa altından hemen egzip yazgızım. Restoranda bu tamağa girgen keheridalar. Bunu okup huzurlanğaç 4 taksilermen yeydi. Cürüm, biz bir vaktinde sırap kılmaylı. Benim restoranıma barayla. Cürüm. Siz de hazır aşpaz emas. Bir ziyalinin hidikavatıda efendim. Meni üşengeliginiz için rahmet. Halkımga rahmet. Erzimaydi. May. Cürüm, biz mağayla. Qadrim yetmisan agarda bugun pushaymon cho'liga kirsam bir kun. Hay nadan. Mang'ayli. Voy, so'qqiz mı alay? Mang'ayli. Hoş yazgıcı efendim. O'zimning uyi bo'lib qolgan bo'lmaydigan bo'lsa, ajoyib odamlar bor dunyoda. Qo'yib qo'ying. Adamning qo'lini ta'latmay kutaverib. Nima dedingiz? Birim dedingizmi? Ya, hech nima demedim. Xo'sh dedim, xo'sh. Nadan. Mang'ayli biz. 3 tomlik bema'ni romandan birini yozsa, ya'ni eshib qolgandek material bor ekan, men adashdi. Ay, bechora bayqush. Yosh kanti.